Mamlakatimizda yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, ularning kelajak ta'lim yo'nalishini belgilashda amaliy yordam berish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Andijon viloyati Yoshlar ishlari boshqarmasi tashabbusi bilan o'tkazilgan ko'rgazmada ham 100 dan ortiq mahalliy va xorijiy oliy ta'lim muassasalari vakillari hamda oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish istagida bo'lgan yoshlar ishtirok etdilar. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bitiruvchi yoshlarni kasb tanlashda qo'llab-quvvatlash hamda ularning ta'limning keyingi bosqichiga jalb etishga ko'maklashishga qaratilgan. Mamlakatimizda yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, ularning kelajak ta'lim yo'nalishini belgilashda amaliy yordam berish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Andijon viloyati Yoshlar ishlari boshqarmasi tashabbusi bilan o'tkazilgan ko'rgazmada ham 100 dan ortiq mahalliy va xorijiy oliy ta'lim muassasalari vakillari hamda oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish istagida bo'lgan yoshlar ishtirok etdilar. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bitiruvchi yoshlarni kasb tanlashda qo'llab-quvvatlash hamda ularni ta'limning keyingi bosqichiga jalb etishga ko'maklashishga qaratilgan. Viloyatimizdagi jami umumiy o'rta ta'lim maktablari bitiruvchi yoshlari hamda oliy ta'lim muassasasi talaba bitiruvchi yoshlari qamrab olingan. Bunda yoshlarimiz o'zlarini qiziqtirgan xalqaro institutlarni yo'nalishlari bilan tanishyapti va kelajakda o'zlari xohlagan ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'qishni davom ettirish yo'nalishida o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olmoqda. Ko'rgazmada 1000 nafardan ortiq yoshlar ishtirok etdilar. Bugun Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Andijon viloyatida shu targ'ibot ishlarida bizning universitetga 1000 dan oshiq yoshlar qiziqish bildirishdi. Men o'ylaymanki, andijonlik yoshlar bu targ'ibotni iliq qarshi olishdi. Узбекистан предоставляет нам такие шансы, такие университеты разные, есть зарубежные, есть также в Ташкенте, и там предоставляются гранты разные. Я рада, я благодарна нашей республике, что они нам предоставляют такие шансы и возможности узнать об этих университетах, просто живя в других городах Узбекистана. Ta'lim va kasb ko'rgazmasi yoshlarga o'z orzu maqsadlarini aniqlash, kelajakdagi yo'lini belgilashda muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda. Bu kabi tashabbuslar esa yoshlar va yurt kelajagi uchun bebaho sarmoyadir. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.